بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azizlar, sizlar bilan birgalikda ibrat dunyosi yoki ibratli dunyo deb nomlab kelayotgan turkum suhbatlarimizdan navbatdagisini boshlashdan g'oyat xursandmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni hammamiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin. Ushbu suhbatni sizlar bilan olib borishga chorlagan narsa kechagi kunda bizga yaqin kishilardan biri o'zining tajribasida yaqin kunlarda bo'lib o'tgan bir hodisani aytib berishi bo'ldi. Bu kishining aytishicha kichik farzandlari jiyanlarini olib mashinasi bilan dam olishdan qaytib kelayotgan ekan. Tez yuradigan katta yo'lda juda katta tezlikda kelayotgan ekan. Ana o'sha katta tezlikda kelayotgan chog'ida yo'ldan bir oz burilish bor joyda bilmasdan tez kelgani uchun kimlardir tomonidan qo'yib qo'yilgan qirralik toshlarni to'piga mashinasi urilgan. Qasr qusur bo'lib juda katta bir to'qnashuv bo'lgan. Toshlar sochilib ketgan, mashina izdan chiqqan, lekin Allohning inoyati bilan ag'darilmagan, tik qolgan. Bir oz yurgandan keyin mashinada nuqson borligini sezib tushib qarasa, g'ildiragi baloni yorilib dami chiqayotgan ekan. Uni almashtirishibdi. Yana boshqa yerlaridan shikast yegan mashina. Xullas uyiga yetib kelguncha to'rtovi balon ham zarar tortgani, shikast yegani, hammasini yangitdan almashtirish kerak bo'lishini bilib yetishibdi va shuni qilishibdi ham. Bu albatta katta bir ko'ngilsizlik ish. Yaxshiyamki mashina ag'darilib ketmabdi yoki o'sha holatda boshqarishni eplay olmasdan biror narsaga borib urilmabdi. Mashina to'la yosh bolalar bilan halokatdan Alloh taoloni o'zi saqlab qoldi. Lekin o'sha toshlarni yo'lga qo'yib, odamlarga shikast yetkazishni niyat qilgan qora niyatli insonlar kim? Ana shular bizi ichimizda yurgan kishilar. Bizi dinimizga, bizning millatimizga mansublar. Yosh yigitlardir, yosh bolalardir yoki yana kimlar bo'lishi mumkin. Bu birodarimizning hikoyasi menga xuddi shunga o'xshash boshqa hikoyalarni ham yodimga soldi. Bir tanishimiz ham qishda vodiyga borganda yo'liga qo'yib ko'rinmaydigan qilib qo'ygan narsani ustidan qishda mashinasini savorib, mashina sirg'anib aylanib ketib, ichida katta yoshdagi kishilar qo'rqqanidan kasal bo'lib qolib, bir qancha payt mashinaga yetgan shikast ham mayli, lekin haligi demak shikast yegan insonlarni davolatish uchun yugurganlari esimga keldi. Bir paytlar davonlardan bittasidan o'tib kelayotganimizda yerlik kishilar davonni mana shu yeriga qishda shum odamlar suv quyib muzlatib qo'yadi-da,
odamlar o'tolmasdan qiylanayotganini ko'rib tomosha qilishadi, xursand bo'lishadi va kelib mana shu yerdan o'tkazib qo'ysak sizni necha pul berasiz deb pulini olishadi deb aytgan gaplari ham yodga tushdi. Ko'pchilik yuradigan yo'llarda bunday ishlarni qilish katta navokorlik hisoblanadi. Gunoh ishlardan hisoblanadi. Odamgarchilikka zid amallardan hisoblanadi. Mana shu holatlarni esga olar ekan, inson afsus nadomatda qoladi. Bizning millatimizda, bizning dinimizda bu narsalar mutlaqo mumkin emas ishlar hisoblanadi. Katta gunoh hisoblanadi. Bizning dinimiz qaytaga yo'lni azgina bizi ham yo'lovchilarga ozor beradigan narsadan tozalashga, yo'lni yaxshilashga da'vat qiladi. Bunday ishni iymonning shu'balaridan bir shu'ba deb ataladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: "Al-iymanu bid'atun va sab'una shu'batan, a'laha la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha fit tariqi." Iymon 70 nechta shu'badan iboratdir. O'sha shu'balarning eng oliysi la ilaha illallohdir va eng kichigi yo'ldagi ozor beruvchi narsani olib qo'yishdir dedilar. Ana yo'ldagi yo'lovchilarga ozor beradigan narsalarni olib yo'lni tozalab, yaxshilab qo'yish iymonning 70-nechchi shu'balaridan bir shu'ba. Ya'ni iymonning bir qismi, e'tiqodning bir qismi, dindorlikning bir qismi hisoblanadi. Ulamolar o'sha ozor beruvchi narsa nima bo'lishi mumkin degan savolga javob beraroq, shox-shabbami, biror meva yoki qovun tarvuzni po'chog'imi, shunga o'xshash yuruvchi, yo'lda yuruvchilarga xalaqit beradigan, ko'nglini xira qiladigan narsalardir deb aytganlar. Ana bizning xalqimiz musulmon o'laroq qadimda mana shu ruhiyatda tarbiya topgan, mana shu ruhiyatda ungan, o'sgan va ko'chalarni toza tutish, ko'chada yuruvchilarga xalaqit beruvchi narsalarni qilmaslikni o'zining iymon e'tiqodining bir qismi, madaniyatining ajralmas bo'lagi deb bilgan. Shuning uchun ham bizning xalqimizda har kim o'z uyi ro'barasini ko'chadan bo'lgan qismini tozalab qo'yish, har kuni uni supurib suv sepish, hech qanday o'tkuvchilarga ozor bermaydigan narsadan tozalab turish haqlarini qo'ymasdan mana shuni yo'lga qo'yilgan. Albatta alhamdulillah mana shu tushunchaga mahkam amal qilib kelayotgan odamlarimiz hozir ham juda ko'p ko'ramiz. Kelinlar, qizlar, yoshlar tong sahardan turib hovlilarini, ko'cha qismini, ko'chani o'zlarini to'g'ri kelgan joyini tozalashayotgani, supurishayotgani, suv sepishayotgani, uyat bo'lmasin deb boshqalardan ko'ra yaxshiroq qilib qo'yishga urinayotganini ko'ramiz. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozir bizning ushbu suhbatga chorlayotganga o'xshash hodisalar ham oz emas. Har joylarda ana shunday yo'llarga turli toshlarni terib qo'yib, odamlarni kelib mashinasi bilan urilishini kutib turgan, paylab turgan, ularga ozor yetsa xaxolab kulgan, qochib ketgan yosh yigitlarni ko'rish mumkin. Va boshqa shunga o'xshash holatlarni ham ko'rish mumkin. Ba'zi vaqtda yo'lda bir ish olib, qazish ishlari yoki biror narsa o'tkazish ishlarini yaxshilab o'sha qazilgan joyni ko'mmasdan
odamlar azob tortayotganini ham ko'ramiz. Kelib urilayotganini ham ko'ramiz. Va bunga o'xshagan holatlarga achinamiz. İçimizden achinamiz. Bu bizim millatimizga, bizi dinimizga, bizi odamlarimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Xo'p, ana shu noma'qulchilikni qilayotganlar, iymonning sho'basiga teskari bo'lgan katta gunohni, kufrning sho'basi deb hisoblash mumkin bo'lgan ishni qilayotganlar kimlar? Bizi o'zimizdan o'shalar. Bizni farzandlarimiz, ukalarimiz, jiyanlarimiz, yana kimlarimizdir. Nimaga ularga ota-onalari, kattalari, qarindoshlari, mahalladoshlari odob bermaydi? Nima uchun ularga yo'lni kishilarga ozor beruvchi narsadan tozalab qo'yish iymonning bir sho'basi ekanligini tushuntirmaydi? Nima uchun bu ishni qilib odamlarga ozor berish mo'min insonga, musulmon insonga mutlaqo to'g'ri kelmasligini aytishmaydi? Ota-onalar, kattalar yoshlarni odobiga, axloqiga, qilayotgan ishiga diqqat bilan qarashlari kerak. Ularga nasihat qilishlari kerak. Ularga odob, axloqni o'rgatishlari kerak. Agar ota-onalar, ularning kattalari, yaqinlarida bu ishga malaka yetmasa, mahalla ko'ydagi kirishlar, tanish bilishlar, hattoki tanish bo'lmasa ham har qanday mana shu odob axloqni biladigan inson bu odob axloqni buzayotgan kishilarni ko'rganda ularni qo'lidan tutishi, yaxshilik bilan nasihat qilishi, to'g'ri yo'lni ko'rsatishi kerak. Nima uchun ota-bobolari qadimdan tortib yo'lga qovun po'chog'ini tushib qolishini ravo ko'rmasdan tozalab kelgan xalqni bugungi farzandlari yo'lda insonlarni halokatga olib boradigan narsalarni o'rnatib qo'yishni o'ziga ep ko'ryapti. Mana buni juda jiddiylik bilan o'ylashimiz kerak. Faqat yo'l masalasida emas, boshqa muomalalar masalasida ham yoshlarimiz, bolalarimiz, nabiralarimiz o'sib kelayotgan avlodga odobni, axloqni, odamiylikni, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak. Nima uchun o'sha kishilar insonlarga yaxshilikni emas, yomonlikni ravo ko'rishadi? Nima uchun ularga yaxshilik yetkazib xursand bo'lmasdan, yomonlik, noqulaylik tug'dirib xursand bo'ladi? Bu ularning tabiatidagi buzilishning alomatidir. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Har bir narsaga jiddiyatlik bilan qarash kerak. Va ana o'sha jiddiyatlik siz bilan bizni xato ishlardan, gunoh ishlardan qaytarib, yaxshi ishlarga, to'g'ri ishlarga, savob ishlarga chorlash kerak. Alloh subhanahu va taolo barchamizni sirot-i mustaqimda barqaror qilsin. Ana shunday yomon ishlarni qilayotgan yoshlar, bolalar, kattalarni to'g'ri yo'lga boshlasin. Yaxshilik, baxt, saodat, xayr, baraka ishlarini qilishni yo'lini ochib bersin. Va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.